Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, Aziz Ekskavator kanalini kuzatib boruvchilar. Yana navbatdagi nimamiz, klientimiz bu tomonni. Bunaqasiga ushlang. Navbatdagi klientimiz Qashqadaryo viloyati qayeridansiz? Muborak tumani. Muborak tumanidan bizdan ekskavator xarid qildi. 95 talik mana ortyapti. Nima fikr bildirasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Klientlarga. Mana texnikani oldik. Yaxshi ekan, zo'r ekan, ko'rdik. 95 taligini. 95 taligini, Haydab ko'rdingiz, yaxshi ekan, hammasi. Haydab ko'rdik, yaxshi ekan. Puli ham ma'qul keldi, arzon ekan. Arzon qilib berdik. Mana Muborak tumaniga ketadi, Qashqadaryoga. Klientlar yana telefon qilinglar, mana tavsiya qilamiz mana shu. Tavsiya qilasizlar hammaga. Keyin bundan oldin qanaqa variantlar ko'rgandingiz? Biz variant yanvar ko'rganmiz, yanvar ko'rganmiz. Uni olmadingiz, ha? Olmay. Nima sababdan uni olmadingiz? Bizga buni arzoni ma'qul keldi. Bu arzon ekan. Ma'qul keldi. Ikkalasini ham haydab ko'rgansiz. Shuni haydab ko'rdik, ikkalasi ham. Ma'qul kelgani uchun mana shuni tanlab olyapmiz. Bo'ldi, ma'qul aka. Charchamang, ishlaringizga omad, yaxshi kunlarga mining. Shu klientlarga nima qilaverasizlar? Yana bitta yangilik, bitana meshalkali mana pogrosshigimizda bitana meshalkalisi kelyapti. Xudo xolasa mana 7 tonnalik pogrosshik, 6 tonnalik bilan adashtirmanglar. 6 tonnalik xuddi mana shu 18 ming gideta, 16 ming dollarga ham olib beramiz. 16-18 gideta shunaqa bo'ladi narxi. Bu 7 tonnaligi. Buni meshalkalisi kelyapti, hozir yo'lda 3 ta kelyapti. Xudo xolasa nima qilaverasizlar? 1.8larimiz ham olib beramiz. 1.8larimiz 26 ming dollardan keladi. Shu hammani ishlariga omad. Telefon qilasizlar, mana shu nomerdamiz. 93lik 320 05 50.